Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz tizza bo'g'imi artrozi haqida gaplashamiz. Bu hozirgi kunda dolzarb bo'lgan kattalar va yoshlarda ko'plab kuzatilayotgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Asosan 40 yoshdan oshgan insonlarda ko'proq kuzatilmoqda. Hop, tizza bo'g'imi anatomik tomondan katta boldir suyagi va yuqoridan son suyagi va tizza qopqog'i suyagidan tashkil topgan bo'ladi. Uni uchlari, ya'ni son suyagi va katta boldir suyagi uchlari tog'ay qavatini tashkil topgan bo'ladi. Uni orasida minsk bor, ya'ni xalq orasida parda deyiladi. Shu tuzilmalar orqali bo'g'im harakatlanib yoziladi. Endi shu tog'ay qavatni yemirilishiga qarab turib, bu kasallikning darajasi farqlanadi va klinik belgilari ham farqlanadi. Dastlabki bosqichda og'riqlar kamdan kam bo'ladi. Boshida birinchi bosqichda tog'ay qavati uncha yemirilmagani hisobiga qirsillash bo'ladi, xolos. Keyin ikkinchi bosqichlarda og'riq zinadan chiqqanda va tushganda, ozgina yuklama berganda og'riq bo'lib qoladi tizzada. Uchinchi bosqichda tog'ay qavati ancha yemirilgan hisobiga ozgina harakatlarda ham 1 kilometr, 2 kilometr yurganda ham ozgina jismoniy harakatlarda ham oyoq qattiq og'rib qoladi. To'rtinchi bosqichda esa tog'ay qavati umuman qolmaydi. Bemor yurolmay ham qoladi, tizzasini bukolmay ham qoladi. Bunda sun'iy bo'g'im qo'yishga to'g'ri keladi. Endi bu kasallikni klinik belgilarini ham aytib o'tdik. Endi bu kasallikni oldini olishimiz kerak. Bu kasallikni oldini olish uchun avvalambor inson o'z tana vaznini me'yorda saqlash kerak. Odam semirib ketganda, vesi katta bo'lsa, yuk ko'proq tushadi bo'g'imga va tog'ay qavati yemiriladi. Bitta joyda ko'p o'tirib ishlaydigan insonlarda tizza bo'g'imida qon aylanishi buziladi, tog'aylarning elastikligi kamayadi, minsk ya'ni pardani elastligi kamayadi. Buning natijasida artroz xastaligi rivojlanadi. Shuning uchun yengil oyoq mashqlari tavsiya qilinadi. Oyoqni o'z o'q atrofida tizzani aylantirish bu qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi. Xo'p, tizza bo'g'imi artrozi kasalligida me'yorda yurish tavsiya qilinadi. Ko'p yurilsa bu kasallikni yanada ham rivojlantirib yuboradi. Me'yorida yurish kerak. Avvalambor kasallikni darajasini shifokorga murojaat qilib, bilib olish kerak. Qaysi darajada kasallik, shunga qarab jismoniy mashqlar tanlanadi va ichadigan dorilar ham tanlaniladi. Shuning uchun xo'p, bu kasallikda agar minsk yetilib qolgan bo'lsa va uni oldi va orqa shoxlari birgalikda yetilgan bo'lsa, operatsiya qildirib, lazerli usulda oldirgan, xalq orasida lazerli deydi, artroskopik usulda buni minskni olib qo'ygan ma'qul. Lekin agar yirtiq kichik bo'lsa, konservativ lichinalar bilan davo qilib yuriladi va kasallik rivojlanmaydi, rivojlanishi oldi olinadi. Sizlarga tavsiyam, tizzangiz og'riyaptimi, shifokorga murojaat qiling va ularning tavsiyalariga rioya qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.